82 kiloman Saidxon aynen. Rama turibman, gördingizmi? Bosib beklagan o'yi. 100% garantiyalatib ishlab beraman endi. Qalin ekan bu. Bular 850 dan. 850. 800 ga yashib berasizmi? Endi sizni kanaldan kelsalar 800 dan qilib beramiz. Tushundim. Buni ham 700 dan qilib beramiz. High-Tech'ga shunda arzonroq variantini ichida ishlasak bo'ladi. Ya'ni 600 da desang. High-Tech'ni arzonroqini 600 dan chiqarsa bo'ladi. 06lik. Shu durishdagi eshik bo'ladi. Atari 06lik. 06lik bo'ladi. Xarajatlari sal kamroq. Bularimiz boni kapi bo'ladigan bo'lsa durishidan yuradi. Ha, durishidan. Tamam, boni kapi bo'ladigan bo'lsa 1 million 200 dan boshlanadi bu. Iminni bu eshigimiz, fasonlarimiz kvadrati 950 ming so'm bor. Kelishiladiganmi og'a? Kelishib ishlab beramiz avval. Assalomu alaykum, Saidxon obunachilari, yaxshimisizlar? Qarmanglar. Bugungi video rolikimiz zakaznoy damir eshiklar, laminat eshiklar, oyna qapılar, akfaramlar haqida bo'ladi. Xudo xolasa, Xiva Govikdamiz. Ma'murjon ustag'amizni ishlab chiqarish sexina keldik. Ko'rib turgan bo'lsangiz, har xil turdagi laminat eshiklar deysizlarmi, oyna qapılar deysizlarmi, zakaznoy damir eshiklar deysizlarmi? Har xilidan ishlab chiqaradilar. Hozirgi video rolikimizda esa shu laminat eshiklarni, damir eshiklarni narx-navolar bilan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Video rolikimizni to'liq oxiridan ko'ringlar, sizlar uchun foydali va manfaatli video rolik bo'ladi degan umiddaman. Asa video rolikimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'rashib qo'yamiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Allohga shukr. Kelganingizni charchayim, istel xizmati bilan. Allohga shukr. Asa bir chetdan yurtdoshlarimizga laminat eshiklardan boshlaymiz og'a. Keyin damir eshiklar, zakaznoy akfaramlar hammasini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa. Esa boshlaymiz og'a. Eshiklarimiz har xilisidan bor. O'yma varianti ham bor, shtapchilasi ham bor. Yupkasi, qalin hamma variant ham bor. Zakazga qarab uzatib beraveramiz. Bular tayyor eshiklar, ha? Bular endi avan qisqaroq, menga eshik qisqaroq kerak deydi onlar uchun 3-4 xil variantdan ham tayyorlab qo'yibmiz 30-40 kapı. Tushunarli. Avan. Shunda bahosini aytib ketaylar buni og'a. Bahalarimiz bular 750 dan. Durishi. Bular 08lik. 08lik, как положено garantiyali ishlangan. Avvalan xudoyim. 08lik obunachilar. Tamam. 06lik emas, optovoyni vazndan emas. Tushundim. Optovoy ham ishlaysizmi? Optovoy o'zlari aytadigan bo'lsa, ishlab beramiz. Ular uzoqi bilan 550 ming so'm chiqadi, lekin mas'uliyatini bo'ynimizga olinmas. Garantiyasini. Arzonroq variantda desangiz, arzonroq variantda ham ishlab beradilar, lekin ashuna kafolat beradilar obunachilar. Bu 08lik, 06lik emas ekan obunachilar. Udar desam yetishmaydi-da, bunda ham bular. Tushundim. Garantiyali. Ya 06liklardan aliz o'tib ketib turmaydi. Tushundim. Shunda dastavkasi bormi buni yo dastavkasini endi durishini 750 deganimizni dastavkasi yo'q. Dastavka etib beramiz, ustonovka qilib bilinmas. Tushundim. Ustonovka qilib ber deydigan bo'lsa, 60 ming so'm raznica qiladi. Narishniklari bo'lmaydi buni. Shu durishi o'zi. Narishni aytsalar, zakaz etsalar uzatib beramiz. Hozir shu durishini bahasi bu. Tushundim. Keyin bu tarafda High-Tech stili. Bunda High-Tech stilimiz bor. Buncha. Xudo xolasa. Bular 850 ming so'mman. 2 xil variantimiz bor. High-Techdan ham, bundan ham bor. Klientlar yashirib berasanmi buni? Buni ham yashirib beramiz. Sizni obunachilarimizga esa, xudo xolasa sizni kanalda aytib kelsalar, gelishtirib beramiz. Bu laminat ham 08lik bo'ladi. Bu ham 08lik laminat ham. Xuddi shunga 08lik garantiyali, reykalari как положено berilgan. Hatto kasakisi ham sasnada aynan. Ercha variant emas, sasna. Tushundim. Obunachilar bemalol boshqalarni ham solishtirib ko'ringlar. 08lik 800 necha 850. Bular 850 dan. 850 ga yashirib berasizmi? Endi sizni kanaldan kelsalar 800 dan qilib beramiz. Tushundim. Buni ham 700 dan qilib beramiz. İnşallah sizni kanaldan aytib kelsalar. Keyin buni arzonroq variantini ham ko'radim og'a. Buni iminni shu vajdan 06likdan qilsa bo'ladi. Buni ham bir 150 ming so'm arzon o'tsa bo'ladi, 200 ming so'mga yaqin. Lekin doğrusu mas'uliyat bo'yina olinmaydi. Tushundim. 06lik bo'lsa necha so'mga tushadi? 06lik bo'ladigan bo'lsa 650 dan qilib bersa bo'ladi buni. 600 dan bo'ladi-da, shundan 600 dan qilib bersa bo'ladi. 500 ham aytsa bo'ladimi? 500-550. Endi udim odana kapı bo'ladi-da u. Lekin u 06lik o'zini ham garantiya berilmaydi lekin. Tushundim. Bu 600lik variant ham. Bularda ham garantiya yo'q. 08likdan bo'lmaydi bularning xarajati. Bular 08lik garantiyali ish. Garantiyali 100%. Qisqa deganlar uchun degan klientlari ishini 4 xil variantdan bor. Tushundim. Salim desalar bor. Belgisini o'tamiz. Buning. Bu ham shu High-Techni 4 varianti, bu menga 2 na emas. Bu ham 850. 850 dan ikkisi bir xil baho yuradi. Qulloblar ham yaxshi qullab turilgan pashmikli qullobdan, prostoy qullab emas. Shu zakasini bo'ladi, qisqa deganlari zakasi zo'r. Garantiyali. 800 dan berasizmi shunda? İkisini ham 800 dan beramiz. Sizni kanaldan kelsalar, Saidxon. Bo'ldi, Ma'murjon. İnshaalloh.
Endi bular menimcha zakaznoy Avan, o'xshaydi. bular endi xudo xolasa ustunib ketadigan eshiklarimiz. Mhm. Bularning bir ozgina aynali ishlari, keyin karonal ishlari qoldi. Xudo xolasa ularni tayyorlatsak, Tushundim. o'rnatamiz. Bular kvadrati endi hisoblanadi. Bular endi kvadratga ketadi, avan, Mhm. xudo xolasa. Bular aslan kvadratga boraveradi. Necha so'm kvadrati Bu bu? variantlarimizdan kvadrati 2 kil senada yuradi. Saytxona 0.8lik 0.6lik va endi zakasa postoyan 0.8 ishlaymiz. Mhm. 90%. Bo'rtma varianti bor, yana shtabki. Yo, shtatik chiqqansa. Mhm. O'zi bundan oddiy varianti bor, o'yma varianti. Yo. Hamma shu bir xonadonnikidan bu dahliz taraflarini puldan bitta ekonom bo'lsin deb o'ymatib qo'ydilar. Lekin Tushundim. ikkisi bir variantda. Zamoklar ham aynan почти bir xil. Tushundim. Buning ichida rezinkalar ham hamma narsasi Hamma bor. shu. Rezinka bundan bor. Mhm. Ha. Bulardan rezinkalar bor. Polni shum o'tmaydi. Bularımızdan bor rezinkalar. Yana ko'rishingiz mumkin. Polni rezinka bilan beklangan mashisi. Endi bu yerda eshigimiz ozgina chang o'pdi, shamol bo'ldi. Endi necha yil garantiya bo'ladi bu eshiklar, og'a? Bu eshiklarimizga avvalalla 10 yil desam garantiya beramiz bu eshiklarga. 10 yil, ang? Kerak bo'lsa. Tushundim. Nechun desa 100% mahkam ishlangan kerak. Tarangnikidan bilaverasiz buni. Garantiya. Kvadratini ham bir aytib beralami? Bularımızın kvadrati shtabli bo'rtma variantlarimiz 1 million so'mdan boshlanadi. Tushundim. 1 million so'mdan. Ta 1 million 200 gacha bor. Klientlarni tanlaydigan o'zlariga qarab. Kataloglarimiz ham bor. Avan, kataloglarimiz bor. Rasmlari tashlab beramiz. Yana bundan Hammasi, aha. o'yma Atalım. variantimiz. Shuni bo'rtma emas, o'ymasi, orqa taraflarning kuxninalarniki. Bularning kvadrat metri 700 ming so'mdan boshlanadi. O'ymalar endi bitta O'ymalar shu 1 million gacha bor bu, avan. Tushundim, tushundim. Bularimiz. Bergisi shtabiklisi. Avan. Bu bo'rtma variant, bu o'yma variant. Zamoklar ham yaxshi qilsa ekan. Zamoklarimiz yana bularimiz high-techdan, bularimiz yana Soro kilitdan 5 yillik Tushundim. garantiyali. Mhm. Hammasi. Xudo xolasa. Ham Endi yana bularni- bir yeram bor, Saytxona, aytaylik. yana aynalari yaxshi, aynalarni ko'rtadi. Endi aynasi bitmadi. Bu Kalyonni qarshi aynadan bo'ladi, yaldiroq. Qimmat Endi- ayna. Qimmat aynadan. Mhm. Hammasi shundan. Endi aynalar bitta e'landa zakaz etib qo'yibmiz. Xudo xolasa o'rnatib al bitganda yana natib qo'yamiz. Video olib beramiz. Bular kvadratini necha endi, og'a? Bularimizni aynalarimizni именно bu kapılarımızı kvadrat metri 1 milyon 100 olib qo'yibmiz zakasni. Bularimizni. Oyna girmaydi lekin, ang? Yo'q, aynalisining qarshi ayna qilaman deydigan bo'lsa, klientning o'zi bilan borib aynashiga zakaz etamiz. Tushundim. Buyurtmasin farqi. Lekin oddiy o'zlarimiz gulli aynalar bo'ladigan bo'lsa, ichida bo'ladi shu kvadratni. Ha, tushundim. O'zimiz obishni gulli aynalar bo'ladigan bo'lsa. Kalyonni bo'lsa, yana simmidan xilasi Ava, bo'ladimi? Simmidon chizib beradigan qarshi aynalar bor. Tushundim, tushundim. Ava, Ajoyib. ko'rasiz. Bular endi klientniki Ava, yana bularning daborlari ham bor, bularning. Dabori, karonal ishlari, bir vana ochiladigan tayyorlab qo'yibmiz buni. Xudo xolasa. Dabor, shu. Og'a, dabor ham shuning ichida bo'ladimi? Yo'q, dabori, karonal ishlari отдельный bo'ladi. Tushundim. Bularni ham aytib o'tadigan bo'lsak, karonal ishlarning 250 ming so'mdan boshlanadi. Bularning har xilisi bor. Eng prostoylari 250 dan boshlanadi. Ta 550 ming so'mgacha bor. Tushundim. Ularni o'zi tanlaydigan o'zlariga bog'liq. Tushunarli. Avan. Ham masalan buni yana kazakdan ko'rishingiz mumkin. Buni ko'ringanlik yana. 18 sm yana. Peragrodkasi o'rib qo'yibdilar uy egalari. Shu peragrodkasi bilan dang chiqish uchun shunda enli olganmiz. Bunday zakaz desalar ham qilib beraveramiz. Devorning ikki tarafidan karonal ishni o'zini otib qo'yilaveradi-da. Atak abishnalarimiz yana 11 lik oladi lekin. Abishni eshiklarini nasi. Yana bundan ko'rsatib o'tishingiz mumkin. 11 sm oladi. Tushundim. Qalin. Hammasi yana xudo xolasa garantiya. Hali o'zini ochib endi bu yerda turganda domolnay emasda. Appar o'rnatgandan so'ng beklanadi ekan, Ava. Chotki turadi. Xudo xolasa. Tushunarli. Ko'rib Ma'murjon, endi bir savol sizga. Ava. Zakaz oldingizda, Ava. necha kunda bitirib berasiz? Xudo xolasa zakaz buyurtma olsak, ishimizni bor yo'qini qaraymiz-da. İşimiz arkayın bo'ladigan bo'lsa, bir plan joyini 15 ga tayyorlab berib bilamiz. Yo'q, ishimiz bo'ladigan bo'lsa, o'zi bilan kelishib 20 kun bo'ladimi, 1 oy bo'ladimi, shunda. Lekin vaqtini aytasizlar, ha? Lekin aniq vaqtini aytamiz. Tushunarli. Avval Allohdan 1 kun yarimga o'ynashi mumkin. Siz zazor bilan aytamiz shuning uchun. Tushundim. Ava. Ma'murjon, endi bu yer ishlab chiqarish sexi. Xudo xolasa, yana ishlab chiqarish seximiz, yana stanoklarimiz. Kesadan stanok. Ava. Keyin bu yon tarafda press apparati. Pressimiz. Bu yerda stanoklarimiz bor, ko'chada ham stanokimiz bor.
Bular ya gösterganimiz tayyor Ava eshiklar. avang. Bu boshda ko'rsatgan eshiklarimizni aynan. Buni 750 dedingmi? Avang bular 750 dedik. Saidxon bularning 500 mingga ham ishlab bersa bo'ladi bu eshiklarni. Kerak bo'lsa-dan. Lekin nima deydi bir xarajati dimon buning deyin yaxshi bo'lmaydi. Garantiyasini bo'ynab qo'yib 06lik bo'ladi. Narsalari ichini xarajatlari kamroq bo'ladi-da ish qilib. Tushundim. Endi baribir xalqimizga arzonroq eshik qiziq-ku. To'g'ri. Masalan, imkoniyati bor odamlar bo'ladi, imkoniyati yetmaydigan odamlar bo'ladi. To'g'ri. Yo'q, ularga arzonroq kerak, to'g'rimi? Xullas, obunachilar, Ma'buljon usta yana shu 750 likka 500 ming so'mdan ishlab beradi, lekin sifatini garantiya bo'lmaydi. Garantiya to'g'risi berib bo'lmaydi-da unga. To'g'risini to'g'ri aytgan yaxshi. Yupqaroq bo'ladi, 06lik bo'ladi dedingiz-a? Laminantini. Hozir 08 lik. Ozroq bo'ladi, yupqaroq bo'ladi. Tushunarli. Ya bu ondan haytekimizga variantlar. Yaxshi hayteklar ham zo'r ekan. Haytekga shunda arzonroq variantini ichini ishlasak bo'ladi. Ya'ni 600 dedingiz-a? Haytekni arzonroqini 600 dan chiqarsa bo'ladi. 06 lik. Shu durishdagi eshik bo'ladi. Atari 06 lik bo'ladi. Xarajatlari sal kamroq bo'ladi. Shunda bu hozir 08 lik qalin. 08 lik qalin. Akvalarimiz kvadrati brendina bog'liq. Saidxona. Masalan, bu akva yozuvlar bor. Bitta sal qimmatroq yuradi. Ko'nadan keltirgani brendi. Lekin buni ham arzon variant ishlasa bo'ladi. Bularimizni masalan kvadrati 650-700 dan boshlanadi. Tushundim. Ikki tarafi oqi bor, bir yana ranglisi bor. Masalan, bularning bir yana mebelnida. Saidxona. Tushundim. Ichki tashqi deb aytamiz bizay. Bir yana mokri xili bu. Bir yana mokrining 7 lik varianti. Kul rangi svetiga. Avang. Bularimiz kvadrati 800 ming so'm. Tushundim. Hozir shunda aytib ishlash moda bo'ldi o'xshaydi. Avang, hammamiz bir tarafi oq, bir tarafi mokri. Shu moda bo'ldi, shunga o'tdimmi? Tushundim. Buning narxi o'zgaradimi og'a agar har xil bo'lsa? Narxi o'zgaradi. Masalan, aynalisini bir tarafi yodoy bo'lsang, mana ishlar yodoydan bir tarafi. Hem setkasi bo'ladigan bo'lsa, kvadrat metri 850 dan bo'ladi buni. Tushundim. Bo'lmaydigan bo'lsa, 800 ni o'zimdan bo'ladi. Faqat aynamizni diniqlisi bilan aynamizni ramini o'zi tayyorlab berdi. Bir tarafi mokri, bir tarafi oq bo'lsa-nang. Bir taraf mokrini aytdim hozir. Ikki taraf ham oqi 100 ming so'm arzon yuradi bundan. Tushundim. Masalan, yana boshini aytamazsan, Saidxona, ikki taraf ham oqi, Akfa modelimizning, Akfa firmamizning ikki taraf ham oqi 700 ming so'm. Tushundim. Bir tarafi rangli bo'ladi desangiz, bir taraf masalan mokri bo'lsin, ikkinchi taraf oq bo'lsin. Avang, ular 800 dan bo'ladi. Tushundim. O'zgaradi ekan. Avang, ikki tarafidan rangli laminatsiya bo'lsin desalang, ular 900 dan bo'ladi. Shunga qarab boraveradi. Bo'lgani shu yana aynalisini rangli qilaman, sekkasini ichida qil desa, sal o'zgarishlar bo'ladi. Tushundim. Hozir bu yodoy oyna ekan. Bu yodoy qildilar buni. Keyin bundan duvaynoy mexanizmimiz bor. Bu kuxninikadi. Buna duvaynoy qo'ydilar yana. Bu variantimiz bor. Bir aynadan 180 ming so'm pul o'ynaydi. Общий kvadratdan tashqari 180 ming so'm o'ynaydi. Bu ikki tarafdan ochiladidan bu. Yana. Tushundim. Hammasini bunga ochiladi. Orqadan ham ochiladi ekan. Avang. Hamma variantimizdan qo'yib beraveramiz. Tushundim. Bu zo'r ekan. Yana. Zo'r. Mana ko'ringlar. Deb turaveradi. Demoxod hisob bo'lib turadi kuxnilari. Вообще zo'r ekan. Mehmonxonalar qana mera qo'ysangiz zo'r-ku. Deb ajoyib. Tushundim. İşimizdə lekin garantiya, yəni Saidxona ishini bir ko'rsatib o'ting. Ko'p odamlar bu plastik bu, plastmas bu, engilib qoladi, osilib qoladi degan gap bor-da buni. Sal ishini tutishib bersangiz Saidxona masala bir narsa ko'rsataman. Hurmatli nalarimiz ham ina. Buni ko'ring yana. Men yana 82 kiloman Saidxona ina. Rama min turibman, ko'rdingizmi? Aspektlarni do'ydi. 100% garantiyalatib ishlab beraman shunda. Qalin ekan. Yo'q, qalingidan, nazindam hamma taraflama. Garantiyalab ishlab beraman deyapman-da. Yine aynamızdan o'tmaydi, deyshanda shumam. Yo'q, shumam o'tmaydi. Yana beklab ko'rsatamiz. Shu variantdan ko'rsating deyman, ichini xarajatdan ayamasangiz, shunda keladi-da bu, mahkam bo'lib. Ömürlik ishidon narsa yana. Zo'r. Yana reznikamizni ko'ring. Ko'rsatganingiz uchun endi zakaz beradilar, xudo xolasa. Ya nasib inshaalloh. Garantiyalab ishlab beramiz. Bo'ldi. Ko'p ustalar aytsan shunda chiqmaydi bunga. Shunda desa, endi harkim o'zining narsasida sifatsiz bo'lsa sinib ketadi menimcha. Hozir xarajatlari yo'q bo'lsa shunday bo'ladi. Tushunadi. Bundan endi vannani bularimiz alyumin eshigimiz bu, alyuminoy variant bu. Vanna zamon qo'yilgan. Orqasidan ilib qo'yilaveradi-da, bu bosilmaydi. Tushundim. Kilit sharqatib kilitlatib yurmaysiz. Ses berib. Yana.
Zo'r. Chotki bu. Buni arkasına tayyormi yo zerk. zakaznoy ishlaysiz? Bular zakaz bilan. Aha. Tayyorat beramiz, tayyorlab berdesalayni. Tushundim. Ichon tarafı zerk qilayni. Buni bahosini necha? Kvadrat hisoblanadi. Bularimiz boni kapı bo'ladigan bo'lsa, durishana yuradi. Ha, durishana. Avang boni kapı bo'ladigan bo'lsa, 1.200.000 dan boshlanadi bu. Bu ham shu firmasiga qarab bo'ladi. Lekin sifati yaxshi bo'ladi. Sifati garantiya etib beramiz hamma. Tushundim. Avang. Yani Endi 900-800 liklar ham bor, u sifati past degan. Undan ham u variantlar ham bordan, to'g'risi klientning o'zi aytadigan bo'lsa, mana shunday qilib ber desa, qilib beramiz. Arzon desa, arzon ishlab berasiz. O'zina bog'liq, bo'ldi. Fortichkalar ham bor. Fortichkalarimiz. Fortichkani mina yarim ochroqda tuzatdik mana. Zo'r, og'a. Langlatib bonini ichini ochib qo'ymaydim. Yarim ochib qo'yaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Islab qo'yaveradi. Zo'r. Ham yana bir narsani ham aytib o'tamiz. Saytxona bir plan joyini zakaz etsalang, hem akfası, hem laminatı, hem demir eshigini. Xudo xohlasa demir eshiklarni Ko'rsatamiz hozir. ko'rsatib o'tasiz. Bir eshik bilan bir portishga bonus atamiz. Hisob. Bor eshikka. Avang. Tushundim. Yo'q, ichan kapılar bo'lmaydi, faqat akfası deydigan bo'lsa, portishga ham bonus atamiz. Tushundim. Yana akfa brendimiz dedik-ku mana. Yo'q. Eminda yana bir yozuv Red Pen brendimiz. Bu akfa qaraganda kvadratında 30.000 so'm arzon yuradi. Tushundim. Eminda toza chiqqan brendlarimiz bor. Bu S Plus, bu menga o'xshagan ham 4-5 xili bor. Bularimizni kvadrat 550 dan boshlanadi, eng pasti. 550 dan boshlanadi. Klientlarning xohishina qarab, lekin bular ham yaxshi bo'lish. Da toza chiqib turgandan sal arzonroq qo'yib turibdilar bular qaraganda. Tushunarli. Yana damirlarimizni ham ko'rsating. Saytxona prostoy damir emas. Yana qalin damirini o'zini, 0.8 lik damir. Tushunarli. Akfani o'ziniki 6 metrlik. Otsinkovichni zanglamaydigan damir. Xudo xolasa yana damir eshiklarimiz. Xudo xolasa bunda birli eshigimiz. Hozirgi trenddagi kapılarimizdan da bu necha ekali. Arkasi alifonli mana yana. Arkasi alifon buni. Xolasa laminat, xolasa alifon bo'ladi. O'zini qo'shadi. Mokri asfalt. Böylesi. Shishmaydan yaxshi qilasiz. Yaxshi kelasiz bu necha nada. Alifon. İçləri stiklovatı bu. Xudo xolasa 100%. Profillarini ham stiklovatda qilgan. Tushunarli. Profillarimiz ham stiklovatda qilgan bunga. Yetish shiviller mana yana. Zanglamaydi. Zanglamaslik uchun. Bu yerda darvoza emas, yakka kapı birli. Shuna shiviller uramiz yana biza. Xudo xolasa. Tushunarli. Endi buni kvadrati necha so'm bo'ladi? Bularimizni iminni bu eshigimizni fasonlarimiz kvadrati 950 ming so'm bor. Kelishiladimi og'a? Kelishib ishlab beramiz avval. 1-2lik listan bo'lgan. Yerlar necha ekan? Shumka bo'lsa necha so'm bo'ladi og'a? Shumka bo'ladigan bo'lsa 130 ming so'm o'ynaydi kvadratida. Ha, tushunarli. Uni ko'p o'ynamaydi. Shumkani ham qilib berdisalar. Atak o'zi ham shumkadan hech qanday narsa yo'q. Xudo xolasa. Oynalar shuning ichida bo'ladimi deb? Oynalari ichida bo'ladi. 2 qat steklo bo'ladi. Zamok nechi bo'ladi? Zamokimiz yana o'zini qo'shadigan 5 kilitli zamokdan. Sifatli xolasa. Sifatli garantiyali zamokdan yana o'zini qo'shib turaveradi. Tushundim. To'shni o'zini saytimda. 3 simdan zamok bor. Ajoyib. Buni ham arzon variantda ishlasa bo'ladimi? Amirjon? Buni ham arzon variantda ishlasa bo'ladigan listlari bor. Atak bu shtan bo'pganiki yo'q lekin. Tushundim. Shtan bo'pga 1-2lik qalingandan bor. Примерно arzon eshiklar, damir eshikdan chizib. Arzon damir eshiklarimiz o'zi kvadrat metri 700 ming so'mdan boshlanadi. 700 eng. Avang eng pasti. Tushundim. Yupqaroq profillarimizda 0.8 liklar bo'ladi. O'zing bu shtan bo'pga bilinadidan bir refron kelib turadi o'zi, naqsh olib. Undan ham arzonlari bo'lmaydi, 600, unday variantlari to'g'risi bizada yo'q. Unday variant yo'q. Garantiya yo'q u eshiklarda. Tunakadin bo'ladi-da u. Tushundim. Yupqalik so'ygan darvozamizdan ko'rsang. Ko'rsatsak. Kulardan qo'ydigina qaytaga fason etib. Darvozamiz. Alifon arkasi как положено, тейшвиллер. Teyam как положено shviller. Bularimiz shu 1-2lik. Hammasi bir xo'jalikniki. Akfalarimiz ham bular ham. Farsiz o'zimiz Xiva farsiz olib borib o'rnatamiz. Kraskasi ham yaxshi qilsang. Avval kraskasi ham mokri asfalt. Ko'p chiqqanmidan. Yo'q. Hozir garantiyali xudo xolasa. Tovlanib turibdi. Chiroyli bo'lib. Birazgina chang'am bosib berish. Bu bitta chang'am kvadrati ham shumi og'a? Avval bularimizni uchsidan bir xil model, bir xo'jalikka boradi. Hammasi kvadrati 950 ming so'm. Tushunarli. Dostavka nelardan bo'ladi shundaqa? Dostavka xudo xolasa Qoraqalpog'iston, Xorazm bo'ylab bor dostavkamiz, ichida bo'ladi. Ha, ichinda ha. Olib borib o'rnatib, fena bilan mahkamlab
Tushundim. Endi bu damir eshiklari garantiya necha yil bo'ladi? Demir eshiklarimiz ham garantiyamiz bor. Avvalambor. Demir eshiklarimiz ham bir 5 yil garantiyamiz bor. Tushundim. Havo. Ag'a viloyatdan chiqsalar Endi viloyatdan chiqsalar ham kelishamiz. Dostavka masalasini kelishamiz. Tushundim. Havo. Xudo xolasa. Xullas, hurmatli yurtdoshlar, mendan o'zlaringiz Ma'murjon og'ani texina kelib, ishonch hosil qilib, o'zlari bilan ko'rishib, gaplashib, ishonch hosil qilganlaringizdan keyin ana Oryanni pulni gaplasharasiz obunachilar. Bizning vazifamiz shu arzon yerlarni sizlarga ko'rsatish. Shuning gaplar obunachilar. Asa, videorolikimizni yakunlaymiz. Ma'murjon, ishlaringizga omad. Birgalikda. Sog' bo'ling. Salomat bo'lasiz.